Mehmon kutganingizda onasidan tarbiya olgan kelinligingizni isbotlovchi 6 ta eng asosiy qoida. 6-si hammamiz amal qilishimiz kerak bo'lgan, lekin ko'pchilik bilmaydigan qoida. Birinchisi, tayyorgarlikni boshlaganingizda toza va dazmol qilingan dasturxon yozish. Ikkinchisi, ming yuvib olib qo'ygan taqdiringizda ham mehmon kelganda dasturxonga qo'yiladigan idish-tovoqlarni bir sidra artib, keyin qo'yish. Uchinchisi, to'satdan mehmon keladigan bo'lsa-yu, lekin sizni ro'zg'oringizda ko'p narsa yo'q bo'lsa, hech qanaqa bahonalarni qilmasdan, boriga baraka deb gul qo'llarimizni o'ynatib, yo'qdan bor qilib biror narsa pishirish. Aynan shunaqa xislatda qizlar onasidan qanaqa tarbiya olganini bittada bilib olish mumkin ekan. 4-si, uyingizga mehmon kelayotganida qomatni bildirmaydigan keng va uzun ko'ylakda bo'lishingiz. 5-si, kecha xonani changini artgan bo'lishingizga qaramasdan, bugun mehmon keladigan bo'lsa, erinmasdan yana bir sidra artib chiqish. Sababi mehmonlarning ko'zi juda ham o'tkir bo'lar ekan. 6-si, eng oxirgi va asosiysi, ostonangizdan siz yoqtirmaydigan inson uyingizga mehmon bo'lib kirib kelayotgan bo'lsa, siz uni qanchalik xushlamasligingizdan qat'iy nazar, quchoq ochib xushmuomalalik bilan kutib olish. Chunki Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh va oxiratga iymon keltirgan inson mehmonni izzat ikrom qilsin deganlar.